Hurmatli aka-ukalar, akamizdan filtr olgandik. Mana filtrni o'rnatdik. Ana hamma narsasini qo'yib, xuddi videoda tashalganday qilib, keyin akamizdan suvni o'lchash nimasini ham olgandik. Mana bu o'zimizni o'sha vodoprovod suvi, mana tarkibi 392. Mana bu olingan o'sha filtr suvi. Mana datchik ko'rsatyapti. Mana 22 ni. Natija zo'r. Oldin o'zimga o'rnatgandim. Keyin bir akamiz ham ko'rib o'zimizni hechlardan bir iltimos qiluvdi. U kishiga ham olib qo'ldan kelgancha shu video bo'yicha ko'rsatma bo'yicha taxlab o'rnatdik. Nasib bo'lsa, yana aka-ukalar ham bu nimani ko'rib, albatta ular ham zakaz qilish niyatida. Mana hozir keyin bo'lgandan keyin qapog'ini yopib, ichkari shkafga qo'yamiz nasib bo'lsa. Suvni kelishi ham zo'r, o'sha aytilganday, o'sha ko'mir filtrda suv ozgina nima keladi, oqizib qo'ydik. Yaxshi hammasi. Mayli, sog' bo'linglar.